Masalan, meni hayotimni o'zgartirgan va birinchi 1 millionni topishimga eng katta sababchi bo'lgan narsa ham bu bitta hadis bo'ladi. Dubayga kelganman, aytib beraman, Dubayga kelganman, 7 yildan beri ishlayapmiz, biznes qilyapmiz, 3-4 ta bizneslarimiz bor, kirim yaxshi, daromad yaxshi, lekin yil oxirida qo'lda pul qolmasdi. Yo qanaqadir o'sha yer qanaqadir biznes o'xshamaydi, yoki kimdir aldab ketadi, yoki qanaqadir kutilmagan rasvolda chiqib qoladi, yoki yo'si uyda naqsh ketadi. Shunaqangi bo'lib hech bo'lmasdi. Keyin bir kuni uyga ketib turganimda, shu kuni hali eslayman, bitta hadis eshitib qolganman. Hadis mazmunini aytib beraman. Shu Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, har kuni ertalab ikkita farishta osmondan tushadi va ulardan bittasi duo qilar ekan: "Ey Alloh, bugun infoq qilgan odamga o'rnini to'ldirgan va baxillik qilganda, o'sha yerda duoibat qilishgan, ozgina esimni so'zini o'sha aytmayman, shu baxillik qilganda endi yaxshi so'z aytishmagan. Bu sahih hadis ekan, Imom Buxoriy Muslim degan ekan. O'sha hadis sahhlagan